Endilikda aliment to'lovchilar va alimentdan qarzdorlar uchun juda ham og'ir bo'ladi. Nega bunaqa deyapman? Bu videomda aliment to'lovchilarga yuborib qo'ying, ungacha men nega bunaqa deyotganimni tushuntirib beraman. Yaqinda prezidentimizning 26-yil 30-martdagi 50-sonli farmoni qabul qilindi. Uni 8-bandiga asosan endi alimentdan qarzdorligingiz bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi ichida ma'lum bir toifadagi cheklovlar o'rnatiladi. Bu cheklovlar moliya kredit bitimlarini imzolay olmaslik, endi banklardan kredit ola olmasligingiz mumkin va ma'lum bir miqdordagi yirik bitimlar imzolay olmaslik. Bu yirik bitimlar uy oldi sotisi, mashina oldi sotisi va shunga o'xshash ko'char va ko'chmas mulklarni oldi sotisi bilan shug'ullana olmaysiz. Ya'ni cheklov o'rnatiladi. Va uchinchisi ma'lum bir toifadagi davlat xizmatlaridan foydalana olmaslik. Bu bo'lish mumkin, provayizni muddati o'tgan bo'lsa, provayizni yangilay olmaslik. Buni ro'yxati hali to'liq shakllantirilgani yo'q. Prezidentimiz tomonidan Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga bu bo'yicha topshiriq berilgan. Ya'ni bu ro'yxatni kengaytirish bo'yicha. Shularni inobatga olgan holda aliment to'lovlarini vaqtida to'lashingizni va agar qarzdorligingiz bo'ladigan bo'lsa, to'liq qoplashingizni